miyangizni qatig'ini chiqarib yuboradigan to'pishda kino. Uchinchisi eng dahshatlisi. Birinchisi Inception. Bir savol. Tushning avvalini hech qachon esla olmaymiz, shundaymi? To'g'ridan to'g'ri bo'layotgan voqealar girdobiga tushamiz. Ha, shunaqa. Bu yerga qanday kelib qoldik? Biz anavi yerdan Yaxshilab o'ylab ko'r. Bu yerga qanday kelib qolding? Qayerda o'tiribsan? tushmi bu? Siz bu kinoda birinchi kimnidir tushiga kirasiz. Undan keyin esa boshqasini tushiga kirasiz. Undan keyin tushning ichidagi tushga kirasiz. Shu joyda siz o'ylanib qolasiz. Qaysi biri tush, qaysi biri real hayotligini. Har bitta kadr odamni o'ylantirib qo'yadigan kino. Albatta, Christopher Nolandan yana nimani kutamiz? Ikkinchi kino, Shutter Island. Bu kinoda bitta detektiv yo'qolgan bir insonni qidirib, sirli orolga borib qoladi. Shundan keyin esa hamma narsa chappasiga qarab ketishni boshlaydi. Va kinoni shu joyga yetganda siz detektivga bo'lgan ishonchingizni ham yo'qotasiz. O'ta o'ylantiradigan kino. Uchinchisi, nomini aytish o'zi bu kinoni birinchi qoidasini buzish hisoblanadi. Welcome to Fight Club. Uje topganlar bor bu kinoni. Bu kino Fight Club, ya'ni urush klubi. Bu kinoni siz ko'rganingizdan keyin yana bir marta qaytadan ko'rgingiz keladi. Nega? Ikkinchi marta endi boshqacha nigoh bilan, boshqacha qarash bilan ko'rasiz. Ko'rganlar buni yaxshi biladi albatta. Va bu kinoda oddiylikdan, kunlik bir xil hayotdan o'zgacha hayotni tanlagan inson gavdalangan. Va siz ham telenovellalardan zerikkan bo'lsangiz va o'zingiz uchun yangicha kinolar qidirayotgan bo'lsangiz, kanalimga podpiska. Chunki bundan buyog'iga yana ham dahshatli kinolar hali oldinda.